Uy-joy xarid qilishda firibgarlar yoki soxta quruvchilarga aldanib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Uy-joy sotib olyapti, buyurtmachidan yoki qurilish tashkilotidan obyektni QR kodli pasportini talab qilishingiz kerak. QR kodli pasport barcha obyektlarga tizim yordamida berilgan bo'lib, uni obyektda ko'rinarli joyga ilib qo'yish majburiy. QR kodli pasportni ko'rganingizdan keyin uni telefon orqali osongina telefonni QR kodli pasportga yo'naltirib, u haqdagi ma'lumotlarni bilib olish mumkin. QR kodli pasportda nimalar bo'ladi? Obyekt nomi, obyekt joylashgan maydoni, obyekt joylashgan manzili, quruvchi tashkilot, loyiha tashkiloti va pudrat tashkiloti haqidagi ma'lumotlar va obyektni foydalanishga topshirish muddatlari tizimda ko'rsatilgan bo'ladi. Siz QR kodga telefon yo'naltirganingizda mana shu ma'lumotlar kelib chiqadi. Bundan tashqari, obyektni manzili yonida xarita belgisi bo'lib, o'sha xaritaga bosganingizda obyektni real joylashuvi haqidagi ma'lumotni olishingiz mumkin. Agar sizga taklif qilinayotgan o'sha uy-joy mana shu manzilda joylashgan bo'lsa va qurilish tashkiloti, loyiha tashkiloti, buyurtmachi tashkilot ma'lumotlari sizga taklif qilinayotganlari bilan mos kelsa, demak u qurilishda davlat nazorati tizimida qonuniy ro'yxatdan o'tgan qurilish hisoblanadi.